Hammaga juma muborak bo'lsin. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidamiz o'rtoqlar. 2025-yil 12-dekabr, haftaning juma kuni. Chorva O'zbekiston kanali uchun maxsus video. Ana buzoqchani qarang. Mana shunaqa bo'lib tursa, joning sog' bo'lgur. 3 bosh sut emadiganidan bor. Men sut emadiganni nima qilaman degan akalarimga sutdan chiqqandan ham bor. Xudo xolasa, mol oluvchiga mol bor qisqasi. Dastlabkilari ham bor. Aytilayotgan pullarning ichida bu yog'i Andijon, bu yog'i Samarqandgacha kelishsa 12 ta viloyatga. Mana akalarim, xudo xolasa qulay imkoniyat, qo'ldan boy bermaysizlar. Mana jonivorlar. Gibridda ham go'zal variantlardan xudo xolasa. Mana buzoqlarni qarang. Hammamizning fermamizda tug'ilsin shunaqalardan. Layklarni bosib qo'yaverasizlar. Mana ikkita chempion birlashib qolishgan bunda. Eston bilan simentalli gibrid g'unajinchasidan, sut emadiganidan, narxi 12 millionligidan, dastlabkasi ham ichidasida. 3 bosh mana sut emdilar ko'rsatib o'tinglar o'rtoqlar. Hoy jonivorlar, mana. Hoy. Mana, xudo xolasa 3 bosh sut emdisi. Kattadan chiqazib yuboringlar. Voy, to'xta. Kikka o'xshaydi qarang. To'xta. Mana 3 bosh sut emadigani. Bunimiz 49.82 ekan. Buni narxi 12 million so'm. Bu simental bilan Estondan gibrid bo'lib tug'ilgan. Bunimiz. Ma'mullarimiz Qoraola nemis parodalari bilan onalariga amerikanskiy urug' qo'yiladi. O'shalardan tug'iladi akalar. Xo'p, 49-29 ekan bunisi. Bu qancha bunisi? 10 kunlik bo'lib, 10 kunlik emas, 07-7-da tug'ilgan ekan. 7 bo'lsa bugun 5-kun bo'ladimi? 12. Ha, bu 5 kunlik bo'libdi akalar. Ma'mulimiz 49-78. Bu 20 kunlik bu qachamiz. Bu ma'mulimiz 9 million so'm. Bu yoq Andijon, bu yoq Samarqandgacha dastlabkasi ichida. Bu yoq 49-78, u ham 9 million so'm. Bu yoq Andijon, bu yoq Samarqandgacha dastlabkalari shu pulning ichida akalar. Narigimiz 12 million so'm. Uni ham dastlabkasi ichida. Bu yoq Andijon, bu yoq Samarqandgacha. Kelishsa 12 ta viloyatga qilib beramiz. Mana ilk qismlari juda baquvvat. Mana hammalar qarang. Mana bu nima deyapti bu? Turuni qarang. Qulog'i ham simental qulog'idan katta. Mana jonivorlar. Xo'p, endi 3 bosh sutdan chiqqan variantlari, sutdan chiqqan yemga o'tgan. Xo'p, mana ma'munimiz g'unajini 49-68. Xo'p, mana ma'mun nima deyapti? Orqasi bilan turib olganini qarang bu eshak. Voy! Mana bu buqachasi 31.95. Bularni quyug'i suyug'iga 13 million so'mdan ichida mana geraklar ham ketaveradi. Qarang kattaligini. Mana. Bu ham gibrid bo'lib tug'ilgan. Mana 49-72. 3 bosh. Uchalasi bir joyda 13 million so'mdan bu yog'i Andijon, bu yog'i Samarqandgacha ham shu pul ichida dastlabkilari bor. Kelishsa 12 ta viloyatga qilib beraveramiz akalar. Hammaga shirin muomalada kelishuvda. Talashib, tortishib ishni bitiraveramiz. Mana, jonivorlar. Xudo xolasa qaysi biri ma'qul bo'lsa, qoling buqachani oling, qoling g'unajinni oling, qoling yana g'unajinni oling. Mana, buni qarang. 49-72 ekan buni quloq raqami. Mana orqa taraflardan mana g'unajin, buqacha. Hammaga rahmat, ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Aloqaga chiqarasizlar. Nomerlarimiz 99lik kodi bilan 825 99. Har bittasini alohida videolari bor. Yana tashlab beraveramiz aloqaga chiqsanglar. Har bitta mollikini mana g'unajinisi, bunisi buqachasi. Jonivorlar. Mana Xudo xolasa to'nnovoy bo'lib ketadiganlardan bular. Boqsa, mehnat qilsa, paroda molga hamisha zo'r ko'tariladi. Omonni sotmog'i bor. Lubovraymi paroda mol baribir pul, arzon bo'lmaydi. Tug'ilgan bolasi ham mana. Va 13 million so'm yakka o'zi. Hammaga rahmat, kelaverasizlar. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidan bo'ldi video obzorimiz.